BMW i4 avariyadan keyin avariya rejimga tushib qolgan. Mashina bloklanib qolgan. Shuni yechimini topish uchun Okan oldiga kelganmiz. Nodir aka, yechimi nimada? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yechimi nima? Elektromobillarda zashita bor. Yonib ketmasligi uchun batareya 2 ga, 3 ga, 4 ga bo'lib tashiydi. Bu zavisit qiladi qaysi avtomobilda nechta kolичество pirapatron qo'yilgani. Uzr, ozgina o'ris tilida gapirib boraman, bir xil texnik joylarini. Aytmoqchimanki, mashina avariyaga tushgandan keyin blok zashitaga ketadi. Bu blok proshovatsiya qilinadi. Hammasi keyin kerakli pirapatronlar almashtiriladi blokda. Bu yig'ib turib, undan keyin hammasi kompyuter orqali yana ishi bor, ishlarni qilib turib, keyin mashina zapus beriladi. Avariya rejimdan chiqariladi. Keyin hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Keyin hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yuraverasiz. Shu. Приблизительно qancha vaqt oladi aka shu? Agar BMW Mercedes bo'ladigan bo'lsa, agar avariya rejimdan chiqazish bizda 1 sutkadan, endi agar hammasi наличие bo'ladigan bo'lsa, 1 sutkadan 3 sutkagacha. Agar Li Volkswagen Lisang Volkswagen bir kechada chiqadi. ID4, ID6 lar bir kechada chiqadi. Yechib, уже pirapatron chiqazib, sразу zashitadan chiqazamiz uni. Lisan. Xo'p, Lisang avariya rejim u ham 1 sutkagacha qoladi. Yana qolgan ошибкалар bilan ishlash uchun bemalol 1 sutkaga olib qolamiz. Agar qanaqadir muammo yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Nodir akaning kanalini pastga chiqazib qo'yaman, shu o'zlarining profilini va nomerlarini qoldirib qo'yaman. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.